Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz birinchi podkastimizni suratga olishga qaror qildik. Biz hozirgi paytda Chexiya poytaxti Praga shahridan turib podkastimizni suratga olyapmiz. Mezbon sifatida men Ismatov Shehroz, Chinigul Abdumanonova va birinchi podkastimizning mehmoni Buriyeva Nozima, Chexiyada universitetda ta'lim olayotgan o'zbekistonlik qiz. Assalomu alaykum Nozima. Birinchi podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat. Podkast uncha rasmiy bo'lishni xohlamayman. Faqat hujjatlar yoki bordi keldi haqida emas, umuman voqealar, yaxshi yomon narsalar, hayot umuman qanday bo'lyapti, qiz bola sifatida umuman Chexiyada yashash yoki student bo'lib yashash haqida aytib bersangiz, podkast davomida juda zo'r bo'lgan bo'lardi. Biz ham sizga savol beramiz, siz ham xohlagan savolingizni so'rasangiz bo'ladi. Marhamat, mikrofonni Chinigulga beraman, savol bo'lsa. Qisqacha aytib bering, qanaqa qilib keldingiz, nega Chexiya davlatini tanladingiz va nima sizga turtki bo'ldi? Turtki. Xo'p. Men birinchi til kursiga kelganman. Keyin til kursini tugatib, aslida men til kursiga boshqa shaharga kelganman. Pragaga kelmaganman. Qaysi shahar? Brnoga kelganman. Keyin umuman Pragaga kelish niyatim bo'lmagan ochiqchasi. Chunki o'sha yerda men xalqaro munosabatlar yo'nalishiga kirmoqchi bo'lganman. Chex tilida o'qimoqchi edim. Lekin imtihondan o'ta olmadim. Bir necha ball yetmadi. Keyin shu Pragaga qarashga qaror qildim va shu universitet, shu yo'nalishga kirib, hozir ikkinchi kursda уже tugatdim. Praga yaxshiroqmi yo Brnomi? Qanday deb o'ylaysiz? Qanday hayot tarzida? Biz faqat Pragada yashaganmiz, agar Chexiyani olsak, boshqa shaharlarida qanday yashashni bilmaymiz. Praga yaxshiroq, lekin ozroq qimmat. Turar joy, misol uchun men yotoqxonada turaman. U yerda ham yotoqxonada turgan bo'lsam, bu yer qimmatroq. Lekin bu yerda imkoniyatlar ko'proq deb o'ylayman. Shu yotoqxona masalasida universitetdagi yotoqxona, talabalar yotoqxonasida turasiz. Umuman xavfsizligi bo'yicha qiz bolalar uchun aynan kelib shu O'zbekistondan yoki o'sha davlatlardan kelib aynan yotoqxonada yashab o'qimoqchi bo'lgan qizlar uchun xavfsizlik darajasi qanday? Masalan, alohida qiz bolalar yotoqxonasi alohida, o'g'il bolalarning alohidami yoki bu yerda farqi yo'qmi? O'zgina shu haqida aytib o'tsangiz. Yo'q, farqi bor. Xavfsizlikka kelayotgan bo'lsak, xavfsiz. Men nimada ortiqcha narsa his qilganim yo'q. Va aytganingizdek, alohida, misol men xonadoshim bilan turardim. Qiz bola bilan qo'yadi, Va hamma joyda kamera universitetda, даже ko'chalarda ham hozir va xavfsiz. Men даже yarim kechalari ham misol yurgan. Ya'ni begona umuman kira olmaydi. Albatta kirishda ular bilan kartochka yoki kodlar bilan bor, o'sha kartochka orqali kiramiz. Shu jihatdan xavfsiz. Xavfsiz. Axrana yoki resepsiyonda har doim odam bor. Albatta, axrana yuradi har doim. Har doim tekshiradi. Narx ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Chexiyada universitet yotoqxonasida yashash 1 oylik necha pulga tushadi? Yotoqxona Yotoqxona. 7200 7200 chex kronasida. Videoda buni albatta dollar va so'mda chiqarib qo'yamiz. Ikkinchi masala, bitta xonada 2 kishi yotadimi yo har xil bo'ladimi? Yo bir kishiligi ham bo'ladimi agar xohlaydiganlar bo'lsa? Bir kishiligi ham bor, lekin men 2 kishiliga turaman. Shunda hamma narsa ichida, faqat oshxonaga chiqamiz. Public oshxona. Hamma jamoat oshxonasi. Hamma chiqib ovqat pishirishi mumkin. Bir kishiligi demak qimmatroq bo'ladi. Shuni ham bilsa kerak. Boshida qanday qiyinchiliklar bilan duch kelgansiz? Qanaqa muammolar bo'lgan? Til o'rganish, bu chex tili. Chunki chex tilida boshida men kelganimda hech qachon hayotimda chex tilini o'rganmayman deb o'ylaganman. Qiyin bo'lganmi? O'sha qiyin bo'lgan. Hozir yaxshimi? Hozir o'rishib, joyiga qo'yib, aytib qo'yaman qayerdan kelganimni. Yaxshi. Shunaqa qanday qiyinchiliklar sizda bo'lgan? Bizda o'sha qiyin bo'lganda-da.
Ha, menda ham qiyin bo'lgan boshida. O'rgana olmaganman. Judayam ko'p 5-6 soat sarflardim o'sha kursda. Har Kursda, kun bo'lgan. o'qishda, ha. Dushanbadan jumagacha soat 12 dan 5 gacha bo'lgan kurs. Ya'ni ko'p shug'ullanganmiz. Chexlar bilan muloqotdachi? Chexlar bilan biron muammomi boshida til bilmaganingizda nimalar bo'lgan? Chexlar birinchidan kursda chexlar Yo'q. bo'lmagan. O'zbek. Qozog'istonliklar O'zbeklar. bo'lgan. Keyin yana qayerdan? Tojikiston, Qozog'iston o'sha davlatlardan bor edi, lekin chex tilini man faqat shu misol uchun politsiyaga borganda yoki ko'chada, magazinlarda basic nimadir bilishingiz kerak. O'shanda ishlatganman. Boshqa joyda emas. Yo'q, o'qishda ingliz tilida o'qiyman, shunga chex tili bo'lmaydi. kerak emas. Lekin magazin, politsiya, misol больницаlarda yo apteka, Bularga ba'zi narsalarni to'g'ri bilish kerak. ishlatganman. Shu til kurslari bo'yicha bitta narsani aytib o'tishimiz kerak menimcha. Ikki xil til kurslari bor. Bu birinchisi ingliz tili, ikkinchisi chex tili. Bu ikkita til bo'yicha o'qishga kelish mumkin. Xohlasa odam boshdan tanlaydi, yo chex tiliga boraman deydi yoki ingliz tiliga boraman deb shu til kursini o'qib tugatib, keyin o'qishga kiradi, shundaymi? Sizda esa birinchi kelganingiz til kursi bu ingliz tili bo'lgan. Yo'q, Chex tili bo'lgan. chex tili bo'lgan. Men noto'g'ri tushunmadim. Yo'q, men birinchi chex tilida kelganman. Ingliz tilini o'sha Qarshida men o'zim markazda o'rganganman, keyin maktabda chex tilida kelganman. Chex tili kursi bo'yicha kelgan bo'lsangiz, chex tili kursini o'qib tugatgansiz, B1 sertifikatni olgansiz. B1 beriladi, shundaymi bu kurslar? Yo B2, C1larni ham berishi mumkinmi o'sha kurslar? Agar davom ettirmoqchi bo'lsangiz, beradi. Yo'q, endi o'sha darajangiz yetsa, men B2ga ham topshirganman, lekin o'tganman ham, lekin grammatikasi chiqmaganligi uchun menga B2 berilmagan. Xo'p. Xullas, bilmaydiganlar uchun agar chex tili kurslari bo'yicha kelib, chex tili kurslarini o'qib, o'sha o'tsangiz, sertifikatni olsangiz, o'qish bepul. Ya'ni bakalavrga 3 yil o'qish bepul. Umuman kontrakt to'lamaysiz. Aksincha o'qish sizga stipendiya to'lashi ham mumkin. Lekin ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha keraklicha fakultetga qarab, yo'nalishga qarab kontraktlarni to'laysiz. Shunday. Nimaga siz chex tilini o'qib turib, sertifikatni olib turib bepul o'qishga emas, inglizchaga pullik o'qishga bordingiz? Menimcha bu oldindan men o'zim aytib yurardim. Ingliz tilida o'qiyman. O'sha chex tilida kelayotgan paytim o'zim norozi bo'lganman. Chex tilida o'qimayman deganman-da. Keyin o'sha taqdir taqozosi bilan baribir ingliz tiliga men Brnodan Pragaga keldilar. Pragaga kelib qo'ydim. O'shanaqa qilib balki niyatga ham bog'liqdir. O'zidan boshidan menga bo'lmagan unaqa niyat chex tilida o'qish. Chex ovqatlariga qanday o'rgangansiz? Eng nozik joy. Menimcha ovqatlar eng qiyin narsa bo'lsa kerak har bitta odam uchun o'rganish. Hammasi faqat qovurilgan, hamma narsa qovurilgan, bemaza sabzavotlar. Men yig'laganman boshida. Shunday chex ovqatlari menga ba'zilari yoqadi. Qaysilarini? Misol go'sht, kartoshkalik, gulash. O'sha yoqadi. Qolganlarini uncha mana universitetimizni qilishadi. Menzada, lekin uncha yoqtirmaganman. Keyin hozir yemayman to'g'risi. Boshida qiyin bo'lgan. Boshida bilmaysiz qanaqa yoki kabob, o'zimizni kabobda faqat go'sht bo'lsa, bu yerda 80% kabob necha karam. Karamli kabob. Kabob deganda lavash tushunadi. Lavash. O'zimizda lavash Shu. yoki 80% faqat karamda. Uni men go'shtini ozgina go'sht yo topasiz, yo'q, yana bemaza. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Chexiyada ovqat masalasi uncha rivojlanmagan, ya'ni chexlarda
o'zini nima deydi milliy taomlari yo'q desa ham bo'ladi. Bularga Vengriyadan ko'pincha kirib kelgan, o'zlariniki deb Avstro-Vengriya bo'lganda. Avstro-Vengriya imperiyasi bo'lganda o'shalardan kirib kelgan. Hozirda o'zimizniki deb ular biladigan ovqatlari ham o'zlariniki emas. Hozirda esa birinchi raqamli oshxona menimcha Vyetnam oshxonasi, Xitoy va Vyetnam oshxonasi bo'lsa kerak, bu yerda rivojlangan. Keyinchalik esa boshqa oshxonalar. Va men uchun shaxsan ko'p odamlar bilan gaplashganimda, suhbatlashganimda Chexiyadagi mahsulot yoki umuman hayot haqida gaplashganda gap ovqat haqida ochilganda, mahsulot haqida ochilganda bu yerdagi mahsulotlar sifati juda pastligi har doim e'tiborga olinadi. Masalan, Italiyaga borganda yoki yana qayerga borgan, Germaniyada, hattoki Germaniya yonimizdagi qo'shni davlat Germaniyaga borganda ovqat mahsulotlari sifati seziladi, juda yaxshi. Assortimentlar, o'sha assortimentlar deymiz-ku, sabzavotlar yoki mevalar ularda bor, Chexiyada yo'q. Bilmadim nima uchun bularda rivojlanmagan. Endi tomoshabinlar uchun buni aytib o'tmoqchi edimki, shu ovqat uncha rivojlanmagan, sifati past. Ovqat masalasida Chexiya ozgina pastroq turadi boshqa joylarga nisbatan. O'zbekistonni oshini sog'inib, zig'ir yog'ini O'zbekistondan kutib yuramiz-da. Kimdir O'zbekistondan kelayotgan bo'lsa, nima olib ketaylik biz? Zig'ir olib kelgin deymiz. Sigir yog' bormi sizlarda? Ha, bor. Qarshidan Ha, kelgan. Qarshida, Qarshida bor. Sharsabzdan ko'pincha. Qarshi va Samarqandda To'g'ri, bor-da zig'ir. Tinchun. To'g'ri. Ovqat muammosi. Ovqat muammosi birdan seziladi. Chexiyada ayniqsa boshqa davlatlarga nisbatan menimcha sezilsa kerak. Chunki o'sha boya aytganimdek Germaniyaga borganda ham turk va arab oshxonalari juda rivojlangan. Ko'p. Birinchi raqam bu yerda masalan Vyetnam yoki Xitoy oshxonalari rivojlangan bo'lsa, u yerda arab va turk oshxonalari rivojlangan. Baribir qaysidir ma'noda bizning ovqatlarga tortadi, o'xshab ketadi, go'shtliligi, yog'liligi. Shunga u yerlarda yurganda Chexiyada yurganchalik sog'inmasa kerak odam. Shuning uchun eng katta muammo shu ovqat muammosi. Yana o'qish masalasiga qaytadigan bo'lsak, Chexiyada o'qish qiyinmi, osonmi? Yaxshi savol. Men javob bersam maylimi? Bering. Men necha marta, 3 marta topshirganman universitetga, 3 marta ham kirmaganman. 2 marta chex tilida. Qachon men chex tilini o'qimaganman hech qayerda, o'zim o'rganib chex tilida topshirganman. 2 ta universitetda. Men Karlov universitetida topshirganman. Bu eng qiyin Chexiyada. Shuning uchun tushib qolganman. Kira olmaganman. Shuning uchun orzuyim kirish. Albatta. Kirasiz hali. Xudo xohlasa. Bo'ladi. Lekin baribir Chexiyada o'qishga kirish menimcha o'qib ketish va o'qishni davom ettirishdan ko'ra kirish imtihonlari oson menimcha. Chunki O'zbekistonda o'zimiz ham topshirib ko'rganmiz. 2 marta adashmasam topshirganman. Kira olmaganman-da. Lekin bir amallab kirgan bolalar bemalol bitkazgan o'qishni. O'qigan do'stlarim ham, o'zim tanishlarim shunday deb aytgan. O'qish juda, ya'ni imtihondan o'tish qiyin, lekin o'qib tugatish qiyin emas. Yevropada, endi Chexiyani bilamiz, Yevropadan shunday deb o'ylayman. Kirish oson nisbatan, lekin o'qib tugatish qiyin, chunki har bir semestrda ekzamen, Shunday. imtihon, qiyin vazifalar. Shu haqida qiyinchiliklardan aytib o'ting. Shu o'qishga keladiganlar, abituriyentlar, qiziqayotganlar bilsin-da. Endi vohma qilib kelmoqchi bo'lganlar fikrdan qaytib qolmasin. Vohim emas. Xo'p. Qiyin. Oson demayman. O'zingiz aytganingizdek, bizga hamma kiradi, kirgandan keyin bitiradi, lekin ish yo'q, sifat yo'q. O'zbekistonda. Quantity ko'p odam bitiradi, lekin quality yo'q, ya'ni sifati yo'q. Quantity son bor, sifat yo'q. Ha. Quality'miz yo'q bizda. Lekin bu yerda yangiliklardan ko'rgandim, juda ham kam odam bitirar ekan o'sha Chexiyada. Bular даже chexlar o'qimaydi. Qat'i ketadi. chexlar uchun o'qish bepul. Hamma shart-sharoit bor. Faqat universitet, oddiy maktab haqida gapirib o'tish kerak. Imtihon, bularning o'zining imtihoni bor, maturida deb ataladigan imtihonni o'zlari topshira olmaganidan Keyin shuning uchun ham universitetga kirmaydi. Shu ham oson-da, maturida ham shu 9-sinf tugayotgan ekzamenlarda o'qimaydi. 20% mi yaqinda qo'ygandim. 20% chexlar faqat o'qigan. 20% shunaqa. Boshqasi o'qimaydi.
nimaga o'qimaysan desa nima kerak Yoqmaydi, deydi. yoqmaydi. Da, nima kerak deydi. Aytganimdek, lekin bitirganlari misol yaxshi ish topib Ha, ishlayapti zo'r. o'zini yo'nalishi bo'yicha. Lekin o'shalardan ham so'rasangiz qiynalgan, studentlik paytida qiyin bo'lgan. Har xil joylarda ishlagan, boshqa Shu podrobotka o'qishidan podrobotka, keyin ha, lekin keyin o'zini ishini topib ketgan. oilaga bizada, ha, ancha yaxshiroq. yaxshi. Ancha Lekin bizada unday emas. Kiradi, bitiradi, keyin pul yo'q, ikkita diplom bilan taksi Ketamizki. qiladi, ketadi Rossiya va boshqa, okey. Shu. Hozir men o'qishimga qaytayotgan bo'lsam, ha, qiyin bo'lgan. Birinchi yil hech narsani tushunmaganman. Ayniqsa sistemalari bor, o'zini Moodle, Ha. UX degan, bizada bunaqa sistema yo'q hali. Umuman tushunmaganman. Har qishki semestr va yozgi semestr bo'lsa, juda qiynalganman. Misol fanlarni, lekin bitta narsasi yaxshi, o'sha professor, o'qituvchilardan men yordam so'raganman. Ular yordam Endi berishadi. yordam qanday yordam? Misol nimadir Tushunmagan. tushunmasam, emailga yozganman yoki borib so'raganman. Birdan tushunmadimmi, Qo'shimcha. ha, birdaniya borib so'raganman. Kursdoshlarimdan so'rolmaganman. Juda gaplasha olmaganman. Keyin qarasam, yo'q, gaplashish kerak bo'lmas ekan deb. Shu Keyin kursdoshlarim bilan sekin-sekin muloqotda. muloqot qilib, bir-birimiz bilan o'sha yordam qilib, tushunmagan joylarimizni tushuntirib, shu bilan yaxshi bo'ldi. Ikkinchi kurs уже Osonroq, na plavu. osonroq bo'ldi. Уже sistemani tushunasiz, o'qituvchilarni taniysiz. Yaxshi bo'ldi. O'qituvchilar qandaydir ajratish yo'qmi? yo'q, Bilmayman, yo'q. san qorachasan, yo san oqchasan, san Yo'q, menga yo'q, yaxshiroq. Bilmadim nega. Yo san boyroq ekansan yoki sani Am, puling ko'p. Yo'q, unaqa narsa ko'rmadim. Даже meni juda ham yaxshi ko'rishadi desam to'g'ri bo'lar. Balki chet elligimi shu bilmayman. Chunki aytib o'tishim kerak, universitetni eslatib o'tish esdan chiqibdi, adashmasam aytmadik. Qaysi universitet haqida gap ketyapti? Menimcha Pragadagi eng katta universitet hisoblanadi. Bu CZU deb ataladi chexchasiga. O'zbekchada Chexiya davlat agronom universiteti. yana bir Chexiya davlat agronom universiteti. shunday deb tarjima qilinadi adashmasam. Chunki inglizchada boshqacha aytiladi, chexchada boshqacha aytiladi. Xullas, gap shu universitet, CZU universiteti haqida ketyapti. Nozima, fakultetis o'zbekchada nima bo'ladi? Bilmayman to'g'ri. Tropical Agriculture, ya'ni Faculty of Tropical Faculty of Agri-Science. Agri Sciences. Ha, shunaqa. Tropical bo'ladi. Agri Sciences. Mhm. Aytgancha biz bitta fakultetda o'qiymiz. Xullas o'zbekchada tropik qishloq xo'jaligi deb aytsak bo'ladi menimcha. Ну, shunaqa desa ham bo'ladi. agronomiyada. Xo'sh, tropik hududdagi agronomiyani o'rganish. Shunaqa desa bo'ladi. Undan tashqari bu oddiy tilda aytganda, yo'nalishimiz esa yanada chuqurlashib, Judayam qiyinroqlashib chuqur ketadi. ekan. Davlatlar aro bir narsalar. Xalqaro munosabatlarga Xalqaro bog'liq. munosabat. Qishloq xo'jalik. Sizlarni fakultetingizni men yaxshiroq bilaman. Aytingchi. Fakultetning nomi, endi fakultet yo'nalishining nomi qishloq xo'jalik yo'nalishi bo'yicha xalqaro munosabat. Shunaqa desa bo'ladi. Sizlar вообще professionalsizlar. Afrika, Mongoliya tomon bo'ylab hamma tropiklarda. Aytmoqchi bo'lganim shu, menimcha o'zbekistonliklarni bular haqiqatdan hurmat qiladi. Ko'p joyda ko'rdim, ayniqsa talabalarni-da. Aytmoqchi bo'lganim, chunki o'qituvchilar ko'p O'zbekistonda bo'lgan, borib kelgan, proyektlarda ishlagan, Orol dengizlarigacha borib, nima qilib, suv muammosi O'zbekistonda hozirgacha bor, baribir o'sha ko'tarilgan paytlar bular borib o'rganib kelishgan. Suv sifati, suv yetishmaydigan qishloqlar, joylar. Endi bu Samarqand shaharda sezilmagan, bizda hech qachon suv muammosi, Toshkentda ham sezilmagan deb o'ylayman. Sizlarda endi bilmadim Qarshida qanday, lekin suv muammosi haqiqatdan seziladigan joylar bor. O'sha bu Nukus tomonlar, Qoraqalpog'iston, Samarqand shahar atrofida ham katta qo'rg'onlarda suv muammosi bor deb eshitganman. O'shalarni o'rganish uchun asosan
borib kelishgan juda ko'p o'qituvchilar menga aytgan O'zbekistondanman desam, men u yerda bo'lganman, u yerda bo'lganman, ish qilganman deb o'sha yaxshi nimalar bilan, xotiralar bilan bizga aytib berishgan va o'sha uchun ham menimcha bizlarga qandaydir yaxshi munosabatda bo'ladi. Yaxshi, ha. Unaqa diskriminatsiya sezmaganman shu paytgacha ham. Yaxshi ko'z bilan qaraydi. qarashgan, Ko'z bilaman. tegmasin. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin, ha. Yo, o'zi chexlar ham aytishadi-yu, man hayotimda san O'zbekistondan kelib bu yerda chex tilini o'rganyapsan. Men hayotimda O'zbekistonga borib o'zbek tilini o'rgana olmayman. Endi bu chexlarni ham ko'plari, например, ingliz tilini bilmaydi-da. Ular dangasaroq aytib o'tish kerak. Emas, istamaydi, Erinchoq. bularga kerak emas. To'g'ri, Erinchoq. dangasa. Boshqa xalqlarga nisbatan erinchoq, italyanslarga nisbatan yoki bilaman o'sha nemislarga nisbatan yoki baribir qanday tirishqoq xalqlar bor Yevropani o'zida ham harakat qiladi boshqalar, lekin bular dangasaroq o'sha bemalolroq yashaydi, qandaydir o'ziga mas'uliyatni olmaydi. Kerak emas deydi haqiqatdan. Shunaqa. Shuning uchun bo'lsa kerak boyagi gaplarni aytgan, borib o'rganishdan ko'ra shu yerda yashayman. Haqiqatdan bularda imkoniyat juda katta. Katta, to'g'ri. Lekin bular o'sha imkoniyatlardan foydalanmaydi haligacha. Tayyor bo'lsa yoki tayyor ham emas. Endi erinchoq deganda oylikka ishlaydi. Ertalab 9 da boradi. Jismoniy mehnat qiladi, aqliy mehnatdan ko'ra. 9 da boradi o'sha ishiga, 5 da qaytadi. Pivani oladi. Chexlar pivoni yaxshi ko'radi. Ular aytgancha pivo ichish bo'yicha birinchi o'rinda dunyo bo'yicha. Shuning uchun pivoni maza qilib ichadi. Shu. Shunday. O'qishga shu unaqa diskriminatsiya yo'q, lekin o'qish qiyin, misol. Lekin o'shani aytib o'tishim kerakki, kelayotgan o'sha student, ya'ni abituriyentlarga Trendlar. ingliz tilini yaxshi bilib kelishi kerak. Shu ingliz tili har joyda, har qayerda bo'lmasangiz kerak bo'ladi. Keyin faqat ingliz tili emas, matematika, Endi yo'nalishiga qarab. yo'nalishga qarab. Matematika lekin baza. Hamma fakultetda. yo'nalishga bor. Bir marta, bir semestr bo'lsa ham qo'yiladi. Ekonomika, management. Полностью matematika-da u yerda. Keyin ingliz tilini ingliz tili kerak va matematika, tarixni ham bilish kerak. Ba'zan mendan so'rab qolishadi tarixni. O'zbekiston tariximi yo jahon tariximi? O'zbekiston bizga aytib ber deyshadi. Ba'zan aytaman. Amir Temur bilasanmi deyman. Ibn Sino. Keyin ha bilaman deyshadi. Birinchi ko'rganda meni ko'p kursdoshlarim pokistonlik yo hindistonlik deb o'ylashgan. Даже yo'llarda to'xtatib, hindistonlikmisan deyshadi. Yo'q, men Hindistondan emasman deyman. Sizda yaxshi bo'lgan. Na, Menga bilasizmi nima deganchi? nima degan? Bor Vyetnamingga, men bu yerda nima qilyapsan degan. Men dedi, Vyetnamlik emasman desam, yo'q, sen Vyetnamliksan, sen kimni aldayapsan deydi. Endi bularda ko'p Vyetnamlar, shuning uchun ko'zi bunaqa bo'lsa bo'ldi-da. Yo, ismimni ham ba'zi vaqt o'qiladi, ba'zi Chinigul desam, China, Xitoy deydi. Kulaman, Xitoyni aloqa. Shu bilan urishib. Yo'q, bular keyin ko'p ham qanday desam, geografiyani yaxshi bilmaydi. Chunki O'zbekiston desa, ha, Aziyami? Shu Osiyomi? Bilmaydi, Osiyo to'g'ri. tomon deydi, bo'ldi-da. Hammasi bir-da. Yo, o'tgan safarmi avtobusda yurgandik, bitta ayol o'tirdi. Sen qayerdan dedi. Mesela O'zbekiston desak, menimcha oxirini tushundi. Ha, sizlar Qozog'istondan itni yeysizlar deyapti-da. Ot. It. Yo, itni ham dedi. It bilan ot yeysizlar. It yemaydi-ku. U kampir shunaqa aytdi-ku. Keyin siz aytdik, itlarni koreyslar yeydi. Otni qozoqlar, biz O'zbekiston dedik-da. Shu bilan, bular geografiya bilan yomon. Talabalar haqida o'zbekistonlik talabalar juda kam tushunishim bo'yicha. Aynan bizning universitetda. Yo'q, ko'p degan bo'lardim. Yo'q, Bizning fakultetda bo'lmasa ham asosan ekonomikada. ekonomический yo'nalish bo'yicha talabalar ko'p.
bizda o'sha yo'nalishda ko'p, lekin bizani fakultetda O'qituvchilar ham bor, adashmasam o'zbekistonlik o'qituvchilar ham ishlaydi bor, o'zi bor. CZU universitetida. CZUda, ha, ko'rgandim. Lekin O'rta Osiyoni oladigan bo'lsak, O'rta Osiyo emas, hozir Markaziy Osiyo deb ataladigan bo'libdi. Markaziy Osiyoni oladigan bo'lsak, ko'pincha qozog'istonlik Ha, talabalar ko'p, boshqa o'sha davlatlarga qozog'istonliklar ko'p, to'g'ri. nisbatan. Qozog'istonliklar kollejga ham kelishadi-yu 15 yoshdan keyin qozoqlar, chunki 15 yoshidan keyin Chexiyada yashaydida, 4 yil kollejni o'qiydi, keyin yana 3 yil bepul universitetda o'qiydi. O'sha nafaqat talabalar, oddiy o'sha yashash bo'yicha ham kelib, yo doimiy yashayotganlar ham, menimcha qozog'istonliklar baribir. Markaziy Osiyo. Rossiyani hisobiga olmaganda Markaziy Osiyodan, Keyin biza, keyin o'zbekistonliklar. keyin O'zbekiston. O'zbekiston ko'payapti oxirgi paytlar. Biz dunyoni qo'lga olamiz. Ha, shunaqa qilib, mani misol kursdoshlarim orasida xitoylik ham bor. Biza anaqa juda ham ko'p davlatlardan, misol Eron bor. Hayron qolganman, Erondan ham kelganiga. Keyin Yaponiyalik bor. ha, Yaponiya bor, keyin Yigit bor, Misr Misr, Rossiya. ko'p, ya'ni har xil dunyo. Chexlar bormi? Yo'q, Chex yo'q. Bor, Bormi? bor. Bitta Ingliz qiz tilida o'qiydi, o'qiydi. Ingliz tilida. Bizda ko'p. Biz o'sha boya aytganimdek yo'nalishimiz bir. Lekin boshqa kurslarda o'qiymiz. Bizda chexlar ko'p, adashmasam 6 ta 7 ta chex bor. Ingliz tilida o'qiydi. Shu o'zi qiziqib, shuni yo'nalishga, shu programmaga o'qishga kirgan, ingliz tilini o'rganib. Aytgancha chexlarning o'zi ham pul to'lab o'qiydi, ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsa, lekin chex tilida o'qimoqchi bo'lsa bepul ularga ham. Lekin bizani programma menga qiziq deb o'ylayman. Har xil narsani o'tdik. Misol, ekonomikani ham o'qidik, qishloq xo'jaligini ham, geografiya, har xil Psixologiya ham menimcha o'tdinglar. sotsiologiyani o'qidik. Faqat qishloq xo'jaligi emas, har xil fanlar o'tilyapti. Ham ekonomika, oziq-ovqat, to'g'ri, o'simliklar, hayvonlar, o'shanga Hayvonlarni o'sha nima deydi? nimani nazarda tutyapsiz? Breeding, Aha, breeding, husbandry. Ha, husbandry. O'sha o'zbekchasini nima deyiladi? Chatishtirish menimcha. Ha, Ko'paytirish. Ko'paytirish. Shunchaki ko'paytirish emasda. Yangi turlarni yaratishmi? Na, shunday Yangi chatishtirish, Chatishtirish deyiladi. Masalan, zotlarni chatishtirish. Ha, to'g'ri. Menga qiziqarli. Serqirrali kadrlar chiqyapti. Bitirganingizdan keyin nima qilasizlar? Ikkalangizga. Yaxshi savol. Birinchi siz javob bering. Bitirgandan keyin men buni ko'p o'ylayman. Magistratura davom ettirish niyat bormi, yo'qmi? Niyat bor. Niyat bor, balki davom ettirarman, lekin o'sha aytib o'tganimdek, ekonomika ham o'tamiz dedim-ku, bizani yo'nalish economically oriented. Qandaydir ekonomik tarafdan, nuqtai nazardan Ekonomikaga ham urg'u berilganmi? juda ham urg'u berilgan desam to'g'ri bo'ladi. Shunga magistraturada meni ekonomik yo'nalishda o'qish niyatim yo'q. Umuman olganda boshqa yo'nalishga topshirmoqchiman. Shu ekonomika bo'lmagan yo'nalishga. Ekonomikasi bo'lmagan yo'nalishga to'g'ri. Bunaqasi yo'q, ximiya faqat yoki biologiya. Bilmadim, hali qarab ko'rmadim. Lekin hozircha A variant o'qishga topshirib qo'yish, magistraturaga, B variant ish topish. O'sha men bolalarni juda ham yaxshi ko'raman. Shunga birorta markazgami bilmadim, o'qituvchilik qilmoqchiman. Shunaqa. Demak, o'qishni tugatgandan keyin baribir qolib yashab ko'rmoqchisiz, niyatingiz shu. Shunaqa. Birdan ketib borish niyati yo'q O'zbekistonga. Chunki birdan kelib qolmaganman-da. To'g'ri gap bo'ldi lekin. Chunki u viza qiyin, misol qancha ota-onangiz qilgan xarajat, to'g'rimi? Pul. Qancha nerv qilgansiz? O'zim qancha asab qilganman.
ularni albatta o'z-o'zidan ketib yuborish bo'lmaydi. Nimadir qilib ketish kerak deb o'ylayman. Shunga Birinchi marta nechinchi yil kelgansiz shu Chexiyaga? hozir 22 yil. 2022 yil kelgansiz. Oktyabrda kelganman. Oktyabrda. Oktyabrda. 3 yil bo'libdi. Endi 3 yil bo'ladi. Shunga hali ketish niyatim yo'q. O'sha boshida kelishingiz va viza haqida, viza qanchada chiqqan? Harakatni boshlaganingizdan, o'sha harakatdan hisoblanadi menimcha. Qancha vaqtda viza chiqib, qanchada kelgansiz? Menga ko'pchilik yozadi, endi Instagramda sahifa ochganmiz shu Chexiya haqida. Ko'pchilik yozdi, ikkinchi semestrga borsam bo'lmaydimi, qishki semestrga borsam bo'lmaydimi, tezroq borsam bo'lmaydimi? Men hozir yozganimlarga tushuntirib, masalan, hozir menga yozayotgan bo'lsa, hozir harakatni boshlaganingizda ham kelasi yil, kelasi sentyabrlarda deb yozdim. Shunday. Chunki viza birinchisidan tez chiqmaydi. Tez chiqmaydi. Ikkinchidan qishki qabul yo'q, shundaymi? Yo'q, Faqat shunday. bir yil, bir marta. Endi смотря qaysi nima bilan kelasiz. Til kursi bo'lsa, menimcha til kursi Yo'q, har aynan bo'ladi. o'qish, ya'ni universitetga o'qish haqida gapirayotganim. u bo'lsa bir marta bir yilda bir marta. Til kursi qishki semestr ham bor, lekin til kursi ham juda ham qimmat. Birinchi Qimmat, O'zbekistondan kelish juda ham qimmat. Nech pul agar sir bo'lmasa bergansiz? Yo'q, sir emas. Hozir agar eslayman 50 ming, 60 mingmidi shunaqa Kron. kronda. Yana rasxot unga. Ha. Shu 4000 ketganda kamida. $4000, kelishi. Bu kontrakt, bu viza uchun xarajatlar, bilet, hammasi-da. Bu hali bu yerga kelib joylashish, yotoqxonasiz bu pulli xarajat. Shunaqa kurs qimmat bo'lgan. Bu yana boshqa Pragada emas, boshqa shaharda bo'lgani uchun arzonroq. Pragada 2 marta qimmatroq. Talabalar ishlashi, umuman necha soatdan necha soatgacha mumkin, umuman limit bormi, yo'qmi? Talabalar uchun ish topish qiyinmi, qiyin emasmi? Qaysi tillarni bilish kerak? Ingliz, masalan, odam birinchi marta ingliz tili kursiga kelayotgan bo'lsa, demak u ingliz tilini bilmaydi. Vaholanki chex tilini ham bilmaydi. O'sha vaziyatda qanday ishlar topa oladimi, yo'qmi, nima qilish kerak? Hozir ingliz tilini aytib o'tdingiz, ingliz tili kursiga kelish kerak edi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Men ingliz tili kursini shu paytgacha eshitganim yo'q. Faqat chex tilini eshitganman. Ingliz tilini o'sha o'zini davlatidan o'rganib kelish kerak, ya'ni qayerdan kelayotgan bo'lsa, o'sha yerdan hech bo'lmaganda B2 daraja bilan kelish kerak deb o'ylayman. Va chex tili, basic kerak bo'ladi, o'sha B1 yetarli. Talaba xo'sh, men boshida kursda ishlolmaydi. Kursga kelgan odam ishlay olmaydi. 99-viza. Mumkin emas ishlash. Qonuniy mumkin emas. Yo'q, mumkin emas. Til kursiga kelgan odam ishlay olmaydi, faqat o'sha til kursini o'qish kerak. Til kursini tugatib, o'qishga kirganimdan keyin Pragaga, undan keyin ham ishlamaganman. Birinchi kursni tugatib, yozda ishlaganman. Yana shuni ham aytib o'tishim kerakki, rus gruppalardan hech qachon ish qidirmanglar. Rus Ya'ni gruppalardan ruskoязычный Moshenniklar juda ko'p. juda ko'p Ya'ni bu aldanganman. VKontakte, Facebook, Telegramdagi Telegramdagi o'shadagi yozganman. Kursiz ofitsiantlik tam 180 kron deb qo'yibdi. Men okey yozyapman. Okey, tam boryapman, уже 100 kronga tushyapti. 180 dan. Okey. Keyin hop dedimda ishladim. Otelda ofitsiantlik. Ishladim, keyin ishlaganimdan keyin bo'ldi ketaver dedi. Keyin hop dedimda o'shani anaqasi bordi. Endi Telegramdan o'sha odam yozganman-ki, u aytibdi, keyin pulingni taylaymiz deyapti-da. Hop dedim. Keyin ketganimdan keyin "Yo'q, san anaqa pulingni bera olmaymiz, boshqa odam qidiramiz. Boshliqqa bo'lmabdi." Shunaqa bo'ldi. Keyin hayron qoldim. Agar bo'lmagan bo'lsam, o'sha vaqtda o'zi aytish kerak. Yo'q, bo'lmading, ketaver, boshqasini topamiz. Lekin men ishlab bo'lyapman, 3 kun ishladim.
3 kun ishlatibdi-da, man oyligimni 3 kundan keyin so'rayapman. Yo'q, boshqa odam qidiryapman. Shunaqa deb yozdi. Keyin okey. U ham menga anaqa qilmagandek, yana o'sha gruppadan man ish qidirdim. Keyin otelda housekeepinglik qildim. U otel lam ukrain, ruslar. Keyin lekin ular yarim pulimni berdi. Qo'rqdim, men aytdim, politsiyaga beraman dedi. Nimaga yarim pulni? Chunki Ishi bermayman degan. Yo'q, qo'rqib turibman, yarim pulni berdim. berdi. Keyin aytmoqchimanki, o'sha 1-2 hafta ishladim. O'shani yarim pulini deganim menga 150 krondan beraman degan bo'lsa, u soatiga menga hisobladim, общий pulini 120 krondan berganman. Hech narsa emas. U housekeeping juda ham og'ir ish. Otelda xonalarni tozalash. Keyin bo'ldi dedim-da. Umuman o'chirib tashladim u gruppani-da. Keyin kursdoshlarim aytishdi, undan ko'ra dedi, fast food restoranlarga ber dedi. Ular shartnoma qiladi, oyligingni vaqtida beradi dedi. Ya'ni o'sha McDonald's, KFC, Burger Kingga o'xshagan oshxonalar. Lekin уже men yozda o'sha ish topish bilan birinchi kurs tugatdim va yozda ish topish bilan men vaqtim o'tib ketdi. O'sha topgan ikkita ishimdan ham nimada yolchimadim. Keyin o'shani o'chirib tashladim gruppani. O'tib ketdi уже yoz, уже bu yerdan sentyabr o'qish boshlanyapti. Keyin ayam bo'ldi, ishlaysan, ya'ni o'qiysan dedilar. Keyin o'qidim. Уже mana 2-kursda ishladim men. Qishki semestrdan boshlab. Shunda universitet talabasi bo'lib turib ishlash mumkin. Mumkin. Kurslarda o'qib turib ishlash mumkin emas. Universitet talabasi bo'lib turib soat limit bormi o'sha shundan? Bor. Necha soat ishlash mumkin? Haftasiga 20 soat. Haftasiga 20 soat. Haftasiga 20 soat va mana birinchi kursni tugatdim va уже 2-kursni boshida men уже ish topdim. O'sha ishladim, fast foodda ishladim. Kursdoshlarim ular ham ishlashadi. Shunga maslahat berishdi. Shunaqa joy, oyligingni ham vaqtida beradi. И shartnomang ham bo'ladi dedi, yaxshi dedi. Keyin o'sha yerda ishladim. Haftasiga 20 soat mumkin talabalarga. Va yaxshi, men keyin aldanmadim. Chunki chexlar edi. Chexlar bor joyda ish topish kerak. Ukrain, rus emas. Chexiyada ishga kirish 2 xil menimcha. Men o'zim bilganim to'g'ridan to'g'ri ishga kirish, masalan o'sha KFC, McDonald's, Burger King bo'lsa va o'sha KFC, McDonald's, Burger Kinglarga agentura deyiladigan korxona, bu yerda agentura deyiladi. Korxonalar orqali ularga ishga kirish. Siz shunda to'g'ridan to'g'ri ishga joylashganmisiz ularga? Men shu fast foodda men McDonald'sga ham, hozir Burger Kingda ham shu restoranda ishlayman. Instagramdan topganman. G'alati tuyulishi mumkin, lekin Instagramda. Ya'ni reklama chiqib qolgandami? Ishga qabul qilamiz deganda. Reklama chiqib qolgan. Keyin men shu apply qilganman, lekin unda ham misol qancha odam apply qilgan ko'rinib turadi. Aytgancha fast foodda ham ishga kirish oson emas. Juda ham ko'p o'sha oddiy ish deyish mumkin. Endi biz O'zbekistonda asosan qizlar ishlamaydi ham даже. Bu yerda qiyin. O'sha fast foodga borgandan keyin ham intervyu qilgan, 1,5 soatlar so'ragan, u bu yerdan, u yerdan chex tilida intervyu qilgan. Endi men rezyumemga yozganman-ku, chex tilini bilaman, ingliz tilini bilaman. Lekin ingliz tilida qilmaganda, chex tilida qilgan. O'sha intervyuda keyin har xil narsalarni so'raydi. Misol, hobbingiz nima? Hobbini ham beradi. Misol, odam senga noto'g'ri muomala qilsang nima qilasan degan, menga sinagan. Psixologический. Har xil. Keyin endi ularda muomala muhimda, shuning uchun bunaqa savollar beradi. Klientga yomon gapirib yubormasin. O'shalarni so'ragan, keyin qayerda o'qiysan, ularni va hokazo. Keyin lekin birdaniga olinganman.
shunday aytgan, bo'ldi man sani olaman degan. O'sha boshlov man hayron, qanaqasiga deganman-da, chunki unaqa oson bo'ladi unaqa bo'ladi deb o'ylamaganman. Keyin o'sha boshliq ham aytgan, man birdaniga ha javobini bermayman, lekin san qandaydir yoqding, mayli olaman degan. Keyin shu bilan yaxshi. keyin chexlar mana bu ukrain yoki mana bu o'zbek qozoqlarga nisbatan qanday desam biza mehnatkash bo'lishimizni ham biladi. Shuning uchun ham o'zini odamini olish va biron kelgan inson bo'lsa, u kelgan insonni oladiki, bu yaxshiroq ishlaydi, bu harakat qiladi. O'zini odami yuradi. Vaqtim o'tyaptimi? Qancha qoldi? Voy. To'ppa-to'g'ri. 10 daqiqa qoldi. Bo'ldi, yig'ishtir, ketdik. Chexlar ham ishlaydi bizada, chex ishlaydi yana. Raspo. Umuman anaqa jonini berib ishlamaydi. Keyin men ham unaqa jonimni berib ishlamayman. Ya'ni aytmoqchimanki, o'rgandim endi. ularda qarayapman, men nimaga men Siz tez ishlaysiz, to'g'ri. Qarasam keyin Yuribdi. Keyin to'xtadi-da. Sekin ham ishlama, tez ham ishlama, o'rtacha. Shu. Odam ko'paygan payti hamma tez ishlaydi. Chex ham Yo'q, tez shunaqa ishlaydi. zakaz ko'p Odam kelsa, to'g'ri. lekin odam yo'q payti to'xtadim, Yuradi. kallani ishlatdim. Hozir normalni speed Endi o'rganib ketdingiz-da shu o'rganib valnaga ketdim. kirib. Lekin boshida sal tez ishlash kerak. Qaraydi, sizni kuzatadi. Qanday ishlayaptimi bu? Qanday ishga kirib ularga yoqish. Keyin qarang. Lifehack. Shu. O'sha har doim intervyuda birinchi intervyu, misol men birinchi kursli paytimda ham o'sha aytdim-ku, yozda berganman, McDonald's intervyularga borganman, o'tolmaganman. Endi u bo'lgansiz. Keyin qaraganman, bitta narsa pozitiv bo'lishi kerak, sal ochiqroq. Misol men ochiq odam emasman unaqa. Lekin o'sha intervyuga men ochiqroq bo'lganman. Kulib, ochiqroq bo'lsangiz, keyin shunaqa men shuning uchun olgan deb o'ylayman men. Boshqalar ham talpinadi-da. Babram qanday jamoa bo'lib ishlaysiz, o'sha jamoada yaxshi kayfiyat, keyin savollariga men birinchi o'sha fast foodga topshirgan paytim savollariga bilmasam qanday bo'lar ekan, shunaqa javob berganman-da. U keyin yaxshi anaqa qoldirmaydi menejer ish boshqaruvchida. Bu intervyumda men yaxshi javob berdim. Lekin birdan shartta javob berdilar. Shunga shunaqa. Menda bitta savol bor-da. Siz o'zingizdan ham kelib chiqib javob berishingiz mumkin yo o'zingiz biladigan o'sha o'zbekistonlik talabalar yoki boshqa chetdan kelgan talabalardan ham baribir gaplashgan bo'lsangiz, kursdoshlaringiz, tanishlaringiz bo'lsa, student Chexiyada o'zini o'zi eplab yashay oladimi? Ham ishlab, o'zini xarajatlarini ko'tarib, o'sha yotoqxonasiga, yeyishiga, narsa olishi kerak, kompyuter olish kerak bo'lmasa, telefon olish kerak baribir. Bu yoqqa chiqish kerak, aylanishga, Yevropa bo'yicha baribir chiqadi. O'zini o'zi eplay oladimi? Hop. 3 yil o'qiydigan bo'lsa, 3 yil davomida ota-onasining yordamisiz. Endi men o'zimdan kelib javob berayotgan bo'lsam, meni oilam ham yordam qilishadi. Misol, meni yotoqxonamga to'lashadi. Qolgan xarajatlarimni, misol vizaga cho'zdirish yo yeb-ichish, strafovka, kontrakt, ularni men o'zim to'layman. Lekin shu faqat yotoqxonamni to'lashadi va yana nimagadir yetmasa, ya'ni o'sha biror bir narsamga yetmasa berishadi. Lekin u ko'plar, lekin mana Hindiston, har xil kursdoshlarimiz bor. Ham ishlaydi, ham o'qiydi. Ota-onasi ularga unaqa pul bermaydi, o'zini o'zi eplab yuribdi. Aksincha, men biladigan bolalar bor, o'zim tanishlarim, kursdoshlarim. Aksincha ham ishlab pul jo'natadi. Nigeriyadan, Afrikadagi Nigeriya davlatidan 4 o'g'lim bor. O'zi shu aytgani, ham o'qiydi, ham ishlaydi va yana pul orttirib jo'natishi kerak. Ya'ni u qanday o'qiydi? Shunchaki nomiga o'qimaydi, haqiqatan o'qiydi, o'qishga keladi. Ekzamenlarni, o'sha imtihonlarni topshirib o'qiyapti-da, pul jo'natishim ham kerak, ular menga qarab qolgan degan gaplarni qilgandi-da. O'qishdan bo'sh vaqtida polni ishlaydi-da. 20 soat emas, u o'zi ko'proq ishlaydi. To'g'ri, bu qonun bo'yicha mumkin emas, lekin buni endi qanday desam, Chex davlatida buni
doimiy nazorat qiladigan yo'q. Bu когда Ayniqsa- как bo'ladi bu narsa. talabalarni uncha tekshirishmaydi. To'g'ri, talabalarni ayniqsa. Yo'q, lekin yozda misol man ham ko'p ishlayman. Shu. Ha, ko'p Yo'q, ishlayman lekin. o'qishidan O'qish qanday Ta'til desam, paytida. yo'q, yozgi ta'til paytida o'qishdan keyin, например, o'qish bir haftada 4 kun-ku, 4-5 3 kun полностью to'g'ri. yoki shu yarim kun o'qiysiz, yarim kun ishlaysiz. Bu bilan ham-da. Bu To'g'ri. ko'p narsalarda. Lekin unaqada o'qishini sifati bo'lmaydi. Ham o'zi o'qishi kerak, o'qib Shu. xarajatini qoplayapti, plus yana oilasiga pul jo'natsa, unaqada o'qishini sifati bo'lmaydi. Harakatchan Endi hammada har xil vaziyat. Har xil vaziyat. Shuning uchun. Shuning uchun shunday manda yordam qilishadi oz-oz. Shunday. Albatta balki g'alati tuyular, kelayotgan odamni puli bo'lishi kerak yetarlicha. Hech Boshida bo'lmasa albatta bilan bu olib kelish bilan kerak. bo'lishi kerak. puli bo'lishi kerak, bo'lmasa juda ham qiynaladi. Har boshida ish topish qiyin bo'ladi. Qiyin. Keyinchalik menimcha oson. Ha, Pragada juda qiyin ish topish. Juda aytyapman, hozir aytib berdim-ku, oddiy bir fast food restoranga kirish uchun ham millionta odam. Tekshirib, Balkim tanishlardan. qiz bolalar uchun baribir qiyinroq, o'g'il bolalarga nisbatan o'g'il bola endi qurilishga ham borishi mumkin. Ha. Kabobxonalarga, Ha, to'g'ri, o'zbeklarning to'g'ri. kabobxonasi ham ko'p, turklarniki shu kabobxonalarga ishga kirib ishlayverishadi. Hmm. Skladlarda ish og'ir, Ha, o'g'il sklad. bolalar ishlaydi. Lekin To'g'ri. qizlar uchun albatta ish Qiyin. osonroq ish yaxshi topish. Shuning uchun qiyin. Shunaqa. Keyin albatta bizada qizlar ishlamaydi, uni ham man O'zbekistonda bilaman. to'g'ri. Даже, o'qish tugatib, turmush chiqqandan keyin ham doimo kimdir boqadi. Manda unaqa bo'lmagan. Chunki Samostoятельно. faqat oilada shunaqa ayamlar bor, shu Qiladilar, manda to'g'ri. unaqa bo'lmagan. Da. Baribir ishlagan bir tomondan menimcha yaxshi, baribir o'qishni bitirganda ham ishlaydi-yu odam. Ozgina nima bo'lganda ham tayyorgarlikda odamlar bilan ishlash, nima deydi, jamoa bilan ishlashni o'rganadi. O'qishdan keyin ishlaydigan bo'lsa ham, shuning uchun qandaydir praktika bo'ladi menimcha. Va ishlash muhim deb o'ylayman. Albatta. Qiz bola uchun o'zi nimadir qila olishi Rivojlanishi uchun ham. rivojlanish uchun va o'ziga ishonchi ham ortadi, o'zi bo'lsa ham. Shunga muhim deb o'ylayman. Er nimaga kerak deb yubormasin keyin. Yo'q, ishlagan qizlar bunaqa demaydi. Bu ishlamaganlar aytishadi. Ishlaganlar chunki charchaydi, ular dam olgisi keladi. Shunaqa tamom. Dam olib, uyda, uy ishlarini qilib o'tirsa nima yetadi? Shu joyda bitta savol kelib qoldi. Ya'ni o'qish masalasida savol, qanaqa hujjatlar kerak? Diplom nostrifikatsiyasi degan narsa O'zbekistondan kelayotganda bu qanday qilinadi? Oldindan qilib kelish kerakmi, yo'q qilgandan keyin qilish kerakmi Chexiyada? O'sha bitirganimizdan keyin o'sha attestatni biz o'zimiz bilan olib kelganmiz. Maktab va kollej diplomlarini olib kelgansiz. Men maktabda Kollej. tugatganman. 11-sinf. Siz 11-sinfga. 11-sinfda tugatib, keyin o'sha maktabdan уже unaqa berilgan diplom. Keyin bu yerga o'sha nostrifikatsiya uchun tan oldirtirganman. Men hech qanaqa imtihon topshirmaganman nostrifikatsiyaga. O'sha diplom kerak. Menimcha bo'ldi. Kim kollej, litsey tugatgan bo'lsa, ular ekzamen berishadi. Endi ular Ularni ham soatiga qarab, qanday, nega bunaqa deyapsiz? Ular o'qishga kirmaydi deb. Tan olinadi. Yo'q, tan olinadi. Chunki men diplomimni bu yerda nostrifikatsiya qilganman. Men diplomim bo'yicha ekskursovod gid. Shuning uchun bu yerda nostrifikatsiya qilib, Chexiyani litsenziya gid oldim endi. Men Chexiya, Germaniya, Avstriya bo'ylab gid bo'lib yurishim mumkin. O'sha dokumentim bor-da. Bu tan olishadi, chunki ko'plar aytishadiki, "Yo'q, sen bilasanmi, O'zbekistonning diplomini O'zbekistondan boshqa davlatga borsang tan olishmaydi" deyishadi-da ko'plar. Men aytaman, "Yo'q, men oddiy Samarqandning oddiy kollejini bitirganman. Butun zo'r kollej emas, oddiy kollejni. Shu kollej ham tan olindi. To'g'ri, ekzamen topshirdim. Lekin baribir ham tan olindi-da. Shuning uchun O'zbekiston bu darajada yomon demayman. Yo'q, yomon emas. Diplom
emas, chunki bular ishonadiki o'sha ta'limni olgansiz deb o'ylaydi. Qaysi diplom bo'lsa, demak o'sha ta'limni o'qib haqiqatdan imtihonlarni topshirib kerakli ravishda olgansiz, olganingizga ishonishadi. Shuning uchun diplomni tan olishadi, albatta tan olishlari shart deb o'ylayman. Shunday. Va nafaqat ya'ni o'sha gid, ekskursovod, menimcha kollej, med kollej, tibbiyot kollejlarini tugatganlar kelgan bo'lsa ham menimcha ishlash mumkin, Yo'q. tilni bilgan taqdirda. Yo'q, tilni bilaman, lekin bu yerda bitta nyans bo'ldi. Shu med bilan yuridicheskiy Chexiyada tan oltirish juda ham qiyin. Lekin iloji bor. Iloji bor, Iloji lekin bor. siz o'qiysiz. Yana 3 yil. Yana To'g'ri, shuni o'qiladi. taqaza faqat meditsina va yuridicheskiy. Shu ikkita fan. Boshqa yo'nalish bo'lsa, muammosi siz Muammosiz ishlab ishlaysiz, til Ay- bilsangiz. Da. Diplomingiz Agar diplomingiz bilmayman, даже veterinar bo'lgan diplomingiz bo'lsa, tan oltirasiz, veterinarni klinika ochsangiz bo'ladi, muammosiz. Lekin siz pediatr bo'lsangiz, siz pediatr bo'lib ishlayman desangiz, siz yana 3 yil o'qishingiz kerak. Bu endi yo'nalish, spetsialist shunga qarabda sal qiyinchiroq. Qiyin, to'g'ri. Meditsina men ham ochgandim, qiyin ekan bu Shu. yerda. Talabalarga imtiyozlar haqida ozgina gapirib bering. 1 yillik baribir olinganda menimcha 1 yillik birdan olinadi, yo'l kira, 1 yillik bilet avtobus tramvaylarga va yana qanday imtiyozlar bor umuman talabalar uchun? Masalan, o'sha biron joyga borganda chegirma bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Imtiyoz, chegirma. Har bitta o'zi studentda ISIC bor, ya'ni international card hammada bor. Student card. Student card. Talabalar o'sha kartasi. U karta juda ham sehrli desam bo'ladi. Chunki aytgandek o'sha bilet olmoqchi bo'lsam, misol poyezdga skidka bo'ladi. Keyin mana yezdenka, ya'ni Проездной yo'l kiradi. unga ham juda ham katta skidka bo'ladi. Keyin har xil, misol kosmetika magazinlarida o'zi bor. Hamma joyda. Skidka. Ko'pchilik restoranlarda. Restoranlarda, ovqatlarda o'sha icekizni ko'rsatsangiz, o'sha kartochka bilan katta skidka qiladi. Bu juda ham menga eng yoqqan narsa. Juda zo'r. Keyin imtiyoz va boshqa narsalar. 1 yillik yo'l kira, hozir 1 minut. 1 yillik yo'l kira student uchun necha pul? Men 1 yillik emas, men 3 oy olaman. 3 oyligi necha pul? 360 kron olaman. 360 kron. 15 dollar atrofida menimcha. 360 kronga olaman 3 oylik va qulaylikka kelsa hamma sharoit bor o'qish uchun. Misol o'sha universitetda qishda issiq, yozda salqin turadi, o'zingiz ham bilasiz. Misol kutubxonalarimiz bor, juda ham menga yoqqan, ko'p sharoit bor. Misol kompyuterlar, hamma narsa qilingan o'sha universitetda. Hamma narsadan bepul, bemalol foydalanish mumkin. Foydalanish mumkin. Eng yoqqan tarafi menga ba'zan o'qishda stressga tushgan paytim, qanaqa chiroyli kutubxona deyman deb o'zimga anaqa qilaman. Yo, qara, anaqa chiroyli fakultetimiz ham juda chiroyli, juda yoqadi menga. Lekin eng kichkina fakultet universitetdagi. Fakultet, hamma bir-birini Eng yosh fakultet oxirgi ochilgan menimcha. shunaqa, hamma bir-birini taniydi. Почти hamma bir-birini taniydi. Qandaydir yoqadi, fayzlimi, bilmadim. Chunki qolgan fakultetlarda menga uncha atmosferasi yoqmagan. Qolgan misol ekonomiskiyda o'sha fan topshirgan paytim yo texnicheskiy uncha yoqmagan menga. Shunaqa. Imtiyoz ko'p. Ya'ni talaba uchun hamma narsa bor. Faqat o'qish kerak. Faqat o'qish Faqat o'qish kerak. Va ishlash ham kerak albatta o'zi uchun. Misol hamma ishlaydi bu yerda. Studentlar uchun uni aytmaydinglar. Erasmus, work and travel, qanaqa yana boshqa davlatlarga borib o'qish. Siz bormoqchimisiz yo yo'qmi? Yo borganmisiz? Menga aytishgan o'qituvchilarim, kursdoshlarim topshir deb o'zi bizani emailga keladi, nimadir bo'lsa. Qaraganmanda o'sha
birinchi kursligimda keluvdi adashmasam. Qo'rqaman. Уже tak 18 yosh bo'lganman. Qo'rqaman-da, keyin o'zi shunog'am chet el davlatdaman. Hozirga Yana boshqa bu yana davlat. boshqa davlatman. Yo'q deganman. Fanimni yoplaydiganman. Shu birinchi kursda tugatadiganman-da, yo'q bormaganman. Balki magistraturada borarman. Hozir men diplom ishimni yozishim kerak. Shuning uchun unaqa rejam yo'q. Borish. Erasmus haqida qisqacha ma'lumot tomoshabinlar uchun. Mendanmi? Nimaga mendan? Erasmus bu xalqaro programma, bu studentlar o'z fakultetini, shu, например, hozir birinchi kursini Pragada o'zini universitetida o'qimaydi-yu, boshqa davlatda shu universitetni boshqa davlatlar bilan Talaba almashinuvi. talaba universitetlar almashuvi orasida. bor. Shuning uchun bular boshqa davlatga borishi mumkin. Например, sizlarda fakultetingizda O'simiz. bilaman, Italiya, Turkiya va Xorvatiya davlatlariga borishingiz mumkin. Germaniya ham bor, to'g'ri. Bu endi fakultetlarga bog'liq Shveysariya va yana pul to'lashadi har oyi. Universitetlar studentlar uchun pul to'lashadi, 500 yevro. O'rtacha 500 yevro atrofida berishadi. Shuning uchun bu zo'r. Work and travel zo'r bu imkoniyat. Amerikaga borish menimcha. U U ham haqida ma'lumotim yo'q. u Uni lekin ham men bilmayman. Work and Yevropada ham bor, travelda. Germaniyada borligini eshitganman. yo'q, shunaqa Hozir yo'q bor. Bu fakultetga bog'liq, bu ekonomika menejmentda bor. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim Chexiyadan yo Germaniyadan bo'lib turib Amerikaga borish emas, O'zbekistonda bo'lib turib ham work and travel qilib Yevropaga kelish mumkin. hozir bo'lyapti. Ha, O'sha shu. bo'lyapti. Shuni aytmoqchi edim. Work and Ya'ni nafaqat travel. Amerikaga yoki nafaqat Yevropadan Amerikaga, O'zbekistondan Yevropaga kelish ham mumkin. Shunaqa bo'lyapti. Yaxshi. Imkoniyatlar ko'p hozir. Faqat kelinglar, o'qish kerak. Chexiyadan turib boshqa Chexiya atrofidagi qo'shni davlatlarga yoki umuman uzoqroq davlatlarga ham Shveysariya, Italiya, Ispaniya, Yevropa bo'ylab umuman sayohat haqida sizdan so'ramoqchiman. Osonmi, qiyinmi, arzonmi, qimmatmi? Student sifatida borib kelsa bo'ladimi? Siz umuman qayerlarga, qaysi davlatlarga borgansiz? Oylik xarajatlaridan ortib bo'ladi. Sal qunt qilish kerakmi, bilmadim. Hammada har xil. Men Venada bo'lganman, Budapeshtda bo'lganman, keyin Amsterdamda bo'lganman. Keyin Chexiyani shu Brno shahrida o'zi aytdim, kelganman deb, Teplitsa shahrida ham bo'lganman. Bo'ldi. Hozir kunlarda shu dam olgim kelyapti, faqat shu unaqa Chexiyada unaqa aylanish niyatim yo'q hozircha. Например, Amsterdam Chexiyadan uzoqroq. U yerga qanday bordingiz? Samolyot bilanmi yoki avtobus? Yo tur olibmi? Mana bu turlar bo'ladi studentlar uchun. Shunaqa, o'zi gidimiz bor edi. Tur firmadan bo'lmasa. Tur firma. Unaqa qimmat emas edi. Ko'p studentlar shunaqa ham sayohat qiladi. Shu. Avtobusda borganmiz, lekin uni tavsiya qilmayman. Juda ham uzoq yo'l. Uzoq. Umuman даже borib kelganimdan keyin o'zimga kelib, voy, shunaqa chiroyli shaharda bo'ldim deganman-da. Ungacha borganman, вообще qizig'ib bo'lmagan. Shu yotsam biror joyga kirib deganman-da, yo'q. Shu avtobus bilan juda yomon. Biz Rigadan Pragaga kelganimizda 24 soat avtobus bilan. 2 kun umrimda boshqa avtobusda 10 soatdan ortiq o'tirmayman. Juda ham qiyin. To'g'ri, avtobus muammo emas, poyezd muammo emas, lekin yo'l baribir charchatadi. Aytganingizdek, Amsterdamni ko'rganingiz kelmadi borganingizdan keyin. Uzoq bo'lgani uchun-da avtobus, masalan, Germaniya, o'sha Venaga avtobusda borib kelsa bo'ladi, Germaniyaga normal. Slovakiyaga, yana qaysi joylar bor? Budapeshtda ham normal. Budapesht hattoki, uncha uzoq emas, 4-5 soat borib kelsa bo'ladi. Lekin uzoqroq yo'lga albatta charchatadi. Shunaqa. Amsterdam juda uzoq-da, o'sha aytganlaridek. Uzoqroq joyga уже poyezd emas, albatta samolyot yaxshi. Samolyot yaxshi. Samolyotda eng yaxshisi oldinroq bilet olib qo'ysa, har doim arzon. Arzon kompaniyalar bor, Ryanair, Wizz Air. O'shadan olib qo'yish kerak. Shunaqa. Keyin endi so'nggi savolimiz sizga. Chexiyada
Chexiyada kelganingizdan keyin nimalar sizda o'zgardi? Dunyoqarashingizmi? Biron o'zingizni doimiy qiladigan ishingizmi? Nima o'zgardi sizda? Xo'p, inson sifatida o'zgarganimni nazarda tutyapsiz, menimcha. Inson, o'ylash, fikrlashingiz, dunyoqarash qanaqa Dunyoqarash. o'zgargan? Xo'sh, umuman u nozima bilan bu nozima ikki xil desam ham bo'ladi, chunki kelganimda даже magazin chiqib kelolmaganman. Qo'rqgansiz? Qo'rqqanman. Anaqa ko'chaga chiqishdan, keyin o'sha xonadoshlarimdan non beribdi, buni ham beribdi, pulini beraman. Qo'rqqanman, keyin yo'q, qo'rqma deb ko'rsatishgan o'sha anaqani magazin, keyin sekin-sekin Google Map'dan qanaqa qilib foydalanish kerak, topish. O'sha kelgan paytim birinchi o'sha qiyin bo'lgan adaptatsiya. Lekin asosan unaqa bo'lmaydi ko'plarda. Misol ko'rganman, til kursida kelgan Qozog'iston, boshqa anaqalar. Kunda diskoteka, vau, zo'r, erkinlik, svoboda. Menda unaqa bo'lmagan. Judayam qiynalganman. O'sha bilmadim, yoqmagan. O'sha kelganimdan keyin Bir o'zingiz birdan boshqa davlatga bo'lganingizda ham shunaqa bo'ladi. Baribir uyga ketgingiz keladi. ketgim kelgan, Uyga ketgingiz. Nimaga keldim? Balki xato qildimmi? Balki hali kechmasdi. shunaqa fikrlar bo'lgan. Ketib borgim ham kelgan. Unaqa qilmaganman, lekin keyin o'sha aytganimdek, даже magazin chiqib kelolmaydigan qiz hozir bir o'zim yuraman hamma joyda. Politsiyalarga borib, dokumentlarini hal qilib yuribdi. Shunaqa. Anaqa aytishadi, san jangchisan deb ba'zi Erasmusdan kelgan qizlar, musulmon davlatlardan kelgan, Erasmusdan kelganlar, san jangchisan deb. Unaqa emas edim deymanda, keyin lekin afsuslanmayman. Ancha mustaqil bo'lganman. Oldin aytganimdek, даже magazin chiqib kelolmasdim. Hozir hamma joyda уже men o'rganib ketdim. Oson O'rgandim, ha. Birinchisi mani bu mustaqil qildi. Hamma, ya'ni har tomonlama mustaqil bo'lishga chorladi desam ham bo'ladi. Shunaqa. Ham o'qish, ham ish, boshqa narsalar. Keyin dunyoqarashga kelsak, o'zgargan dunyoqarashim. Oldin juda to'g'ri ham deyolmayman, to'g'ri bo'lgan dunyoqarashim, misol kiyimga nisbatan yo boshqa. Misol hayolimda bo'lgan, kimdir misol kalta kiysa, u tam bizada birdaniga hayitku. O'shanaqa tarafdan agar olayotgan bo'lsak, to'g'ri bo'lgan yo ko'chaga chiqa olish va boshqalar. Hozir unaqa emasman. O'zim ham shunaqa. Ancha yaxshi qiz bola uchun. Boshida qiyin bo'ladi, lekin keyin siz kimgadir bog'liq bo'lmaysiz. O'zingizni o'zingiz mustaqil. Eng katta o'zgarish shu bo'lgan. Menda shu. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, umuman Chexiya, ya'ni ayniqsa Praga xavfsiz shahar hisoblanadi. Yevropadagi xavfsiz shaharlardan biri. G'arbiy Yevropaga nisbatan Markaziy Yevropa va Sharqiy Yevropa umuman menimcha xavfsiz hisoblanadi. Bilmadim, student sifatida ham, oddiy odam sifatida ham, ishga kelganmiz, sayohatga kelgan turist sifatida ham umuman o'g'rilik, mошенничество. YouTube'da ko'p ko'rganmiz, Italiya, Ispaniya tomonlarida adashmasam kunduzi qanday ular pickpocket deydi-yu. Shuni cho'ntak nima deydi o'zbekchasida ish qilib, karmanniklar, cho'ntak o'g'rilari juda ko'p rivojlangan, politsiya ham hattoki ulgurmaydi hammasini hammasi bilan shug'ullanishga. Pragada unday narsa deyarli yo'q. Bo'lsa ham siganlar qayerdan? Angliyadan menimcha kelishadi siganlar, yo'q. Angliyadan kelishadimi yo'qmi? Juda ko'p o'zim ko'rganman, ko'zim bilan YouTube'da ham ko'rganman. Angliskiy mashinalarda, Angliyada nomerlari, raqamlari bor mashinalarda kelib, ruli bu tomondan bo'ladi-yu. O'shalarda kelib, odamlar to'xtatib, iltimos qilib, men qolib ketdim, dokumentlarni yo'qotdim, pulimni yo'qotdim. Odamlardan pul so'rashadi, shunchaki aldamoqchi bo'lishadi.
o'shanda ham, ya'ni kuch bilan o'g'irlab boshqa qilib emas. Aytmoqchi bo'lganim, o'shalar ham boshqa joydan kelib bu yerda moshenniklik Bo'lgan. qilmoqchi bo'ladi. Sizda bo'lgan? Ha, men Brnoda aytganimdek bo'lgan bitta ayol, oddiy kiyingan ayol kelganda Ko'rinishi yevropalik yo'q. chex Chex, aha. tilida kelyapti-da, o'sha payti ozroq puling bormi, uyimga yetib olishim kerak deyapti. Qancha so'rayapti? Birinchi kelgan paytlarimda o'zi 50 keyin kron 100 kron so'rashadi. keyin oldimda asosan pulim kartada, naqd pul bo'ladi albatta, oz olib beraman. Keyin voy bechora deganmanda, ha uyiga pul beray deb oldimda 40 kron bo'lgan. O'sha hammasini berib yuborganman. Keyin Yaxshi, uncha ko'p emas ekan. berib yuborganman. Keyin o'sha paytda aytganman o'sha kursdoshlarimga, voy san nimaga unaqa qilasan, shundaymi sodda bo'lasanmi, pul so'rasa Boshda keyin beraversan. ko'pchilik shunaqa Pul bo'ladi. bergansiz? Vaqtida gapirmaymiz hozir. Yo'q, siz necha pul bergan edingiz? 200 kron. 200 Aha, kron. okey. 8 dollar. Yo'q, 200 kron berganlari, hali bermoqchi bo'lganlari qancha bo'lgani ayting. Men urushganman. Bermay deb. Bunaqangi moshenniklar ko'pincha siganlardan chiqadi. Sigan qoracharoq bo'ladi ko'rinishi. Bizning lo'lilarga o'xshaydi. Keyin ular qaysidir ma'noda psixolog bo'ladi. Oldingizga kelib sizni kimligingizni birinchi bilib oladi. Musulmonmisiz, boshqamisiz? Musulmon bo'lsak, men musulmonman, u yoq bu yoq deb, men Arabistondan keldim, lekin ko'rinishi g'irtsekan hamma joyi tatuirovka boshqa bo'lib yotibdi. Pul so'raydi, dokument yo'qotib, bu yoq bu yoq. Shularga tushib qolmaslik kerak. Qolmaslik kerak. Lekin umuman olganda xavfsiz deb hisoblayman men o'zim uchun. Xavfsiz, Shuncha yildan beri xavfsiz. yashaymiz. Xavfsiz Praga ayniqsa. Praga xavfsiz, endi juda sodda bo'lmaslik kerak. Shu. Hozir kelsa yo'q deymanda, indamay o'tib ketaman, qaramayman ham. Shunday, ba'zan o'sha aytganimdek birinchi kelganlarimda ko'chalarda o'tirganlarga ovqatdan bir narsa olib berib ketganmi, rahmim kelganda o'shanga. Endi agar uysiz bomj deydi, bo'lsa endi mayli, ular ko'rinishdan baribir bilinadi, ularga Ha, ovqat o'shalar bersam menimcha qilgan. yomon joyi yo'q. Lekin o'shanga ham keyin universitetda eshitdim, bermaslik kerak deyishdi. Men ovqat ham berganman, pul ham- O'rganib qoladi deydi Ular- buning uchun. Chunki ular boradi, keyin ichadi, san bergan puling hech narsa qilmaydi deyishadi. Shunga Ularga davlat ham pul berishadi. davlat, shuni Beradi. eshitdim men, davlat Beradi, pul beradi. berar ekan. 4 ming har oy davlat beradi. Ularga uy beradi. Bepul yashash uchun. Yashash uchun, Общежитие. uxlash uchun joy beriladi ular uchun. Davlat tomonidan pul beradi. Stravenkalar endi bizada pul joyida kupon berishadi. Shularni berishadi, lekin ular hammasini ichadi. Keyin Hammasini ichadi. ichadi. Keyin bilganman-da, o'sha universitetda aytishgandan keyin hozir endi unaqa bermayman, lekin boshda berganman. Lekin Praga tarixiy, go'zal, chiroyli shahar. Juda chiroyli, ha. Kelinglar, aylaninglar, mana gid. Birinchi Pragadagi o'zbekistonlik gid. O'zbek tilida. Hmm. Shuning Nafaqat uchun o'zbek, rus, o'zbek, rus tilini endi Pragadagi yagona o'zbek giddi. Shuning uchun Oliy toifali. oliy toifaga rahmat. Birinchi podkastimiz, birinchi suhbatimiz juda chiroyli, qiziqarli deb o'tdi deb umid qilaman. Nozima, kelganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat sizlarga. Bu bizlar uchun juda bir katta narsa. Yo'q demasdan kelganingiz uchun. I appreciate it deydi-yu. Juda qadrlaymiz. Rahmat. Shuning uchun kim qandaydir agar kamchilik bo'lsa, u bo'lsa yozib yuboringlar. O'qiymiz, javob beramiz. Savollaringiz bo'lsa, albatta yozing. Kommentariyaga javob beramiz. Va nima savol, nima Chexiya davlati bo'yicha qiziq bo'lsa, yozinglar. Nozimaga agar savolingiz bo'lsa, uni ham yozinglar, Nozimaga yetkazamiz. Shuning uchun rahmat. Ulab qo'yamiz. YouTube'ga, Instagram yoki boshqa profilni. Savollar bo'lsa, albatta bemalol. Videodan qilinayotgan maqsad yurtdoshlarimiz kelib o'qishga yoki ishga kelayotgan yurtdoshlarimiz Chexiyada aldanib qolmasligi, umuman o'qish sistemasi qanday olib boriladigani haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lishlari. Bizning maqsadimiz shu. Yaxshilik ulashish, saviya ulashish ozgina bo'lsa ham. Ozgina siz gapiring endi. Sizlarga ham rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Menimcha bu podkast foydali bo'ladi boshqalarga deb o'ylayman. Va
kelinglar o'qinglar. Lekin rozовый ochkida kelmanglar. Albatta ingliz tili o'sha yana qaytaraman, ingliz tilini yaxshi bilib kelish kerak. Tilsiz judayam qiynaladi odam. Va ozgina realroq qarab kelish kerak deb o'ylayman. Pul yig'ib ozgina va albatta til o'rganib. Qolgan narsa sekin-sekin bo'ladi albatta. Shunaqa. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha.